Men komada 10 yil yotdim. Bu vaqtda sizni o'zingizni oilangiz, ayolingiz bor. Men to'satdan uyg'ondim-da, siz nima qilardingiz o'sha paytda? Reskani oilani kimadi kelyapti, ketinglar deyman. Tushundimmi? Siz 10 yil, siz oilangiz bor, bola chaqangiz bor uje. Yo'q, agar siz komaga tushib qolib, men uylanib olgan bo'lsam, vrachlar menga sizni o'ladi deyishgan. Men o'sha gapga ishonib, keyin men uylanib olganman. Sizni men hayotga qaytishingizni bilsam, hech qachon bunday qilmayman, akajam. Dug'im yetmaydi. Ular deyishmagan, prosta komaga tushib qolganman, turmagan, 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi. Men unaqa ish qilmayman, siz o'zingizga javob bering. Men komaga tushib qoldim, nima qilardingiz deyman, aytaman. Menga ham javob berasiz hozir. Men chunki oilangiz bor, yo'q, oilangiz bor deyman. Tasavvur qiling. Hozirmi? Hozirgi oilam qayerdan bildingiz? Я пошутил. Hozir oilam bor, o'g'lim yo'q. Или нет? Agar sizga eski qizingiz telefon qilsa ko'tararmidingiz? Hozir qildi olmadim. Nomerni bilar ekansiz, nashtar. 99lik vaziyatga qarang. Men to'g'risini aytaman hozir. Mana misol, odam sifatida hurmat qilib ko'tarardim. Yonimda yo'q bo'lsangiz, ko'tarib, nimaga qilyapti misol? Siz sog'inib qo'ygandir. Xo'p, o'lib ketding, men qo'yaman telefonni, shu. Begona qilsa ham ko'taraman. Nimaga qilyapti, qiziq. Qiziq ekan o'rtoqlar. Qaysidir qiz sizga duxingiz zo'r ekan, hidi zo'r ekan desa nima qilardingiz? Yana bitta hidlang deyman. To'yib oling deyman. Hazillashaman, rahmat deyman. Nomini aytaman. Shunchalik sizga yaqin kelishga qo'yib berar ekansiz-da. Yo'q, qo'yib berish qanday nima? Oldimdan o'tib ketsa ham hid uradi-yu. Rahmat aziz, Alloh rozi bo'lsin. Qarang, duxingiz hidi shirin ekan desa, rahmat, siznikichi qani? Hazillashdim qizim, mening palkezi. Hazillashyapman-ku videoga.